Assalomu alaykum aziz do'stlar. Ox Agro siz bilan. Bugun sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan urug'im bu sabzi urug'i Croda Shanti. Endi asosiy aytadigan bo'lsak, bizda sabzi urug' asosiy ekilishi ma'lumki birinchi sabzi urug' mavsumi ekilishi bu yozda oxirlari bo'linadi, ya'ni avgust oyi asosiy sabzi mushakli sabzilar ekiladi. Bu o'zimizning mahalliy urug'larimizdan olib, o'sha urug'lar yaxshi samara beradi. Buni iste'molchilar ham, katta dehqon va fermerlar ham mushka sabzilarni biladi, juda yaxshi bo'ladi. Xususan Andijon, Farg'ona, hatto Surxondaryoda ham o'zimiz ham olib tayyorlaymiz sabzi urug'larni aziz do'stlar. Endi esa kuzda oxirlarida ekiladigan sabzi urug'lar bor. Buni asosiy sabzi mahsulotini katta dala maydoniga ekib daromad oladigan dehqonlarimiz yaxshi biladi. Hozirda shu kecha kunduzda biz do'konimizda Croda Shanti va Super Croda sabzi urug'larimiz bor. Shu sabzi urug' ekmoqchi bo'lgan aziz do'stlar, bizga aloqaga chiqing. Telefon raqamlarimiz bor. Bu endi sabzi urug' tafsilot haqida aytadigan bo'lsak, juda yaxshi sabzi urug', o'zini yaxshi samarasini bera olgan.